o'zi natijaga erishgan odamni ko'ramiz-ku, hayotdami, Instagramdami, YouTube'dami, podkastlardami. Любойni yo'lini qanday boshlangan bilasizlarmi? Ko'pchilik aytmaydi. Aslida qanday boshlangan? Butunlay ishonchsizlikdan boshlangan. Unga hech kim ishonmagan. Do'stlari, o'rtoqlari, oddiy misol o'zimiz ham nimadir yangilik qilishni boshlab, ideyalarimizni o'rtoqlarimizga aytsak, qo'yib bo'ladigan ish deydi. Nomadis kelib qolsa, ota-onangiz podдержка qilishi mumkin. 70-80% holatda ota-ona ham tushunmaydi. Qo'y o'g'lim tinchgina davlat ishiga kir qaragan deb pensiya olasan deydi. Aksar muvaffaqiyat boshi shunaqa negativdan, sizni qaytariqlardan, ishonmaslikdan boshlanadi. Oddiy misol temirga ham qizdirib zarba beriladi, kuchli bosim ostida u qanaqadir sifatli bir nimadirga arziydigan metallga aylanadi. Odam ham xuddi shunaqa kuchli bosimlar, stresslarni tagidan o'tib, kerak bo'lsa orada stresslarga tushib, dardlaringizni suvga aytib, har bitta любой